Assalomu alaykum hammaga. Yo'lda ketayotgandim, hozir bitta narsaga ko'zim tushib qoldi. Xudo xolasa men ham yaxshi niyat qildim. Kichkinaligimda musofirlarda ishlab yurganimda pulim ko'payib ketsa, qo'ldan kelgancha xudo xolasa yordam qilaman degan maqsadi bor edi menda. Ana o'zlaring ko'rib guvoh bo'linglar. Xudo xolasa sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bu holat qaranglar, mana onalarimiz ketmon chopib ish qilishyapti. Hozir shu bilan nastrinalarini chiroyli qilib ko'taraman. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hormanglar. Sizlar nastrinalarni ko'taraman deb o'tib ketdim, qaytib keldim, opa. Men Aisha do'konini sochiq magazinida bola bo'laman. Yaxshi niyat qilaman, opa. Duo qilib, Marg'ilonlikman, opa. Ha, nomeri Marg'ilon nomer. Namanganga ketyapti. Hammalaringga tarqataman. Duo qilasizlar, opa. Xo'p. Tanjonlar sog' bo'lsin. Aisha magazinini do'konimiz bor Marg'ilonda. Yo'llang tushib bo'lsa, xudo xolasa Kaminat bozoriga kiringlar, xola. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p. Mana opam sizga. Pullaringiz barakasini. Sog' bo'linglar. Doim hojilar. Opa mana sizlarga berib beryapman. Shirilaringizga ham berib bering mana opa. O'sha opalarga. Sog' bo'linglar, yaxshi ishlar bo'linglar. Xo'p, yo'llarni so'tinglar opa. Hammalaringiz sog' bo'linglar, xudo xolasa. Keyingi safar sizlar yo'limdan chiqib qolishlaring mumkin. Ichimda xursandchilikni o'zim bilyapman, Xudo bilyapti. Xudo xolasa duo qilib turinglar, podpishka qilib, like bosib, buni yaxshiliklarni ko'pina qilaman xudo xolasa. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Yo'lda ketayotgandim, uchratib qoldim bularni. Tasodifdan bu kelishilgan boshqa emas.